qaysi 5 qavatli bochkalarni 3 xil crash testdan o'tkazamiz. Birinchi testimiz bochkamizni 100% suv bilan to'ldirdik. Endi kuvalda bilan yorishga harakat qilamiz. Bochkamiz pachaq bo'ldi, lekin yorilgani yo'q. Ko'rib turganingizdek, birinchi testimiz ham muvaffaqiyatli yakunlandi. Ikkinchi testimiz 4,5 metrlik balandlikdan 5 qavatli bochkamizni uloqtiramiz. Ko'rib turganingizdek, ikkinchi testimiz ham muvaffaqiyatli yakunlandi. Do'stlar, keyingi crash testimiz mana bu bochkalarimizni o'rtaga bir qadam qilib teramiz-a. Isuzu yuk avtomashinasida yuqori tezlikda urib ko'ramiz. Qani ketdik.